Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Toshkent osh markazida somsalarni qanaqa yopilishini va pishirilish jarayonini ko'rsatib beraman. Hammasini boshladik. Somsalarni ham yopib oldik. Endi asli pishirib ketamiz. Somsalar ham pishdi. Endi pishirish jarayoni. Har xil turdagi somsalarimiz tayyor bo'ldi. Endi bitta mazasini ko'ramiz. Umumiy hisobda 7 xil somsamiz bor. Bu somsalarimizni Toshkent osh markaziga berib tatib ko'rishingiz mumkin. Va yana to'g'rilik ham zakaz qilishingiz mumkin. Yoki davomida uyingizga borib yopib berish xizmatimiz ham bor. Sizlarni Toshkent osh markazida qaynoq somsalarimiz bilan kutib qolamiz.